Yuzingizda tabiiy finish kerak bo'lsa, unda Isolaran olib ishlatsangiz bo'ladi. Agar bu kattasi qimmatga qilsa, kichkinasini olib ishlatsangiz bo'ladi. Men sizlarga ko'rsataman qizlar tonalkani. Shunaqa tabiiy turadi tonalka. Teringizda yig'ilib ham qolmaydi. Yuzingizda xuddi o'zingizlar yuzingizda turib beradi. Qaranglar, bazasiz surdim tag'in. Xo'p, endi men sizlarga o'zim rosa ko'p maqtaydigan o'sha bebaho kiyim-piyimga yo'q chiqarmaydigan pudra, Chanel pudrasini olaman. Qaranglar. Olib ustidan peripudrovich qilaman. Вообще yig'ilmaydi. Barxtni qilib qo'yadi. Bu bilasizlarmi nima? Terini quritmaydigan va qaritmaydigan pudra hisoblanadi. Xo'p, ko'rdinglar, ustidan surib yubordim, hatto yig'ilmadi ham. Bu yoqqa keling, ro'molingizni surib turing. Qaranglar qizlar, ro'mollarni olaman. Mana, ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Mana, umuman